İltimos gametiga umuman mana shuni qo'yib yubormang. Va eng qiziq biz даже bilmaymiz bu narsa rostdan ishlaydimi yo'qmi. Lekin Goblin va kitob bizga shunaqa dedi. Bilasizmi, o'zi bugun umumiy nechta klon keldi? 2ta. 3ta. Goblin bor edi podolda, eslasizmi? Siz bilan 4ta bo'ladi. Opona. Siz rostdan ishonay islomiy gametiga. Yana agarda siz menga ishonmasangiz mana qarang. Mana buni esingizmi? Ha, buni bilaman. Mana bunichi? Qo'lingizda turibdi. Da. Hop. Mana bunichi? Ha, boyaniqida arqonda belanib yotgan edi. Shundan keyin pastda yo'q yoqib baqirib qo'rqitib yurdi, tualetga qochib kirib ketdim deydi. Hop, keyinchi? Keyin meni urib uxlatib qo'yding. Mani aytayapti-da, birinchi sen uxlatib qo'yding tualetda deyapti. Men unaqa qilganim yo'q, o'zi eshik ochib berdi. Yo'q, momentda bundoq svet o'chib yonganday bo'lib. Ya qarang, gametiga. Yana yolg'on gapirayotganday bo'lsa, to'g'risini ayting, to'g'risini nima bo'ldi? To'g'risini ayting. Men qayerdan bilay? Hop, bas urushga chiqa olmayman. Hop, mana. Mana shu Goblin haqidagi narsalar va stop. Shoshma, bu boy bormidi? Yo'q, bu yo'q edi. Maqsud, sen yozmayapsanmi? Meni tanitmayapsanmi? Yo'q, men tekkani yo'q, brat. Uni juda qattiq jahli chiqdi. Endi navbat unga qochib qutulib bo'lmaydi. Yaxshi! Nimaga xursand bo'ldinglar gametiga bu narsaga? Adrenalin ovomiz, zo'r bo'lyapti hammasi. Goblin aytgandi, Gambitga ishonmanglar deb. O'zi ishonmaslik kerak Gambitga. Men bilmayman. Endi yoningdagi odamga ishonasanmi yo sen legi odamga ishonasanmi degan? Xullas, kitob chemodanga solib tashlab maqsud. Xullas, do'stlar, umuman nima qilish kerakligini tushunmayman. Men umrimda bunaqa vaziyatga tushmagan va bilmayman bunaqa vaziyatda nima qilish kerak. Sizlar o'zingizlar fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar, nima qilishimiz mumkin, qanaqa variantimiz bor. O'ylashimcha biz Gambitni tuzatdik, lekin hali sinab ko'rganimiz yo'q. Keyingi seriyada sinab ko'ramiz. Lekin men bir kechada bittagina klon bilan yurganmiz shuncha paytgacha. Bu safar 3 ta Gametiga bilan kerak bizga 4 ta klon keldi va men to'g'risi qo'rqaman o'sha. To'g'risi bor, sen oldingda haqiqatni gapirganman. O'zimdan nima qilaman? Biram jasur bilan machon yasab. Rostdan qo'rqaman. Shuning uchun ham men Darknetni tugatmoqchiman. Darknet 6 qism, 6 ta legendarniy qism. Hammaga rahmat katta aktivlar uchun. Agarda Darknet dengiz chiqishini xohlasanglar, o'sha gap do'stlar, like 101 ming like, 22 ming obuna kerak. Obuna bosinglar albatta, chunki bu kanalda mo'shni obuna kerak. Va balkim xatasizlar aktiv berayotgan shunga davom etamiz. Shuning uchun aytdim do'stlar, aktiv beringlar. Darknet 7-qism bo'ladimi yo'qmi? Hammasi sizlarga bog'liq. Men hech kimga ishonishni ham bilmayman. Maqsudga ishonsam, Maqsud o'dirotdi, Gambitga ishonsam, ko'rasizlar qanaqa xuddi yolg'on gapirayotgandek gapirotdi, xuddi o'lib tafotgandek gapirotdi. Nima bo'layotgan bo'lsa ham menga juda ham qiziq bo'lyapti. Dal bu narsa davom etishini xohlayman. Chunki adrenalin, yangi narsalarni ishqiboziman. Так что nima bo'lsa ham 7-qism, 8-qism itakdali ketishini xohlayman. Uning uchun sizlar podдержка qilib turishingiz kerak. Podpiskaga kallarni qo'yib qo'yinglar. Agar Darknet yangi qism bo'lishini xohlasanglar, просто like bosinglar, obuna bo'linglar va Sardorni ham kerak bo'lsa qutqaramiz. Va yangi qismi chiqadi. Va bu esa sizlarga Darknet 6-qism. Video tugadi. Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 7 sonni yozib qoldiring. Va biz esa tezroq shu sonni olishga harakat qilamiz. Va mana bu yerda esa yana bir yangi videom turibdi. Hozir o'tib ko'ring.